O'ylamisan? Mani Temur yubordi. Pulni sol. Bo'l. Qo'rqmadingmi? Yo'q. Sattorov, Labey. tadbir davom ettiramiz. Bo'limga xabar bering. Tushunarlimi? Xo'p, bo'ladi. Kuzatishni davom ettiring. Hozircha sizga ruxsat. O'zimiz xabar qilamiz. Kamron. Alo. Davlat aka, men Sodiqman. Ha, Sodiq. Kamron daragini topdim. Nima? Qayerdasiz? Uydaman, tez yetib kel. Xo'p, bo'ladi. Hozir boraman. Ты с момента приезда как бездушное тело ходишь. Все в порядке? Или ты что-то натворила? Какая разница? Папа уже все решил. Ты что несешь, а? Что за чушь несешь? Отец тебе дал образование. Теперь ты хочешь нас опозорить, да, перед всеми? Не беспокойтесь. Он все равно не будет искать меня здесь. Мам, я устала. Пожалуйста, выйди. Я хочу отдохнуть. Оставь свой телефон. А где твой? Айдер забрал. На. Keldingmi, Aziz? Ko'cha tinch ekanmi? Menga ishonmasang nimaga yubording? Biror marta parod qiluvmidim? Ya. Ehtiyot shart so'radim-da. Nima olib kelding? Bu yerda 15 million. Oh. Sanab oldingmi? Bir kam endi ko'chada ochib sanab ko'rishim qoluvdi. Agar kiydirishgan bo'lsa, мясорубкаdan o'tkazib yuboraman. Qimirlamalaring, qo'ling ko'tar. İplas sattıyma.
Olib chiqing hammasini. Sekinroq mayni olibman. Qo'y bor. Qo'y bor. Olyapti. Tezroq bo'lgin, Timurning ahvoli og'ir ekan. O'zim ham o'ylagandim-a, bu shuncha pulni qayerdan olyapti deb. Otasiga xabar berish kerak. Qaysi kasalxonada ekan? Shahar shifoxonasida. Avval o'zimiz borib ko'raylik. Qani ketdik. Mana bu Timurning analiz natijalari. O'ziga kelsa xabar qilasiz. Xo'p. Timur akaning ahvoli yaxshimi? Tinchlaning, hushini yo'qotgan. O'ziga kelsa tergovga olib boramiz. Biz kutamiz o'ziga kelishini. Telefoni bizda, otasiga qo'ng'iroq qildik, yo'lga chiqqan. Holat bo'yicha ko'rsatma berishingizga to'g'ri keladi. Sattorov, Men. bu qizdan holat bo'yicha xulosani oling. Xo'p bo'ladi. Ertaga tergovda guvoh sifatida chaqirilishi mumkin. Tushundim. Ishni davom ettiring. Xo'p bo'ladi. O'tiring. Xo'p. Siz keyin. Xo'sh, nimani gaplashdinglar? Ism sharifingiz? Men Munira. Munira.
Ne жаңалық? Bugun qudaliq. Keyin to'y. Ey, quttayım bavrum. To'y uchun ishayik. Rahmet. Sağ ol. Ne bo'ldi? Tinchlikmi? Da, Jay. Kichkina problemam bor. Bir joyga borim kerak. Ko'mak kerak emasmi? Ha, yo'q o'zim, bari durust. Sen bunda ol uchun keldingmi? Men u uchun dunyoni chetiga ham boraman. Sen kaz meni aylama aytib o'tirsan. Men sana по-хорошему aytib o'tiraman. Qizlar ko'p, barlig'i birdek. Sen o'zingga ali tabasin. Aydir. Aynur sen uchun oddiy qiz bo'lishi mumkin. Lekin men uni sevaman. O'rtangizda nima bor bilmayman. Lekin men Aynursiz hech qayerga ketmayman. Balkim o'rtangizda pul muammodir. Sen bola bayib ketdingmi? Bugun quda tusib жатырмыз. Bo'ldi, jo'g'al dedim sana. Tushundingmi meni? Bu qizga osonlikcha erisha olmaysan. Men baribir uni topib olib ketaman. Tushunmagan ekansan. Jur, ketdik. Sodiq, menga bitta narsani tushuntirib ber. Bu o'rtog'ingga o'zi aql kiradimi? Odam shunchalik ham ahmoq bo'ladimi? Yomon qachon qarasa uni ketini tozalab yuraman. Bu yoqda qilib ketgan muammolarni zo'rg'a yopuvdim. Endi esa qanaqadir qizi ketidan Qozog'istonga ketib qopti. Endi nima? Qozog'istonga borishim kerakmi uni ketidan? Men nima qilib berishim mumkin? Qamalsa qamalib bo'lmaydimi? Qaniydi gaplarimga quloq solsa. U futbol o'ynayman deb mana shu yerga qochib keldi. Men unga ko'p bor aytdim. U odam bo'lmaydi. Kuydirib kul qildi. O'zicha futbol yulduzi. Siz Timur aka dadasimisiz? Ha? Davlat aka, Kamron uni sevadi. Sal qo'sa o'lib ketardi. Ahvolini ko'rdingizmi? Ko'rganim yo'q. Sizlar xohlagandek buxgalter bo'lishni istamaydi. Uni o'zini dunyosi bor. O'zini olami bor. Ko'pchilikda uchramaydigan noyob talanti bor. Ishxonangizda o'tirib olib, mishka bilan uni boshqara olmaysiz. U robot emas, odam. Uni ham yuragi bor, opa. Uni shu ahvolga senlar solding. Senlar tufayli shu kuyga tushdi. Hammang o'z oshimchasan. Oxirgi kelar joylaring shu ekan. Shundaymi? Siz Timur akani orzusi bilan qiziqib ko'rdingizmi? Yo'q. O'zingizning tinchligingizni o'ylab, uni shaharga pul topish uchun yubordingiz. Nimaga Kamron ko'chaga chiqib eshitadigan odam qidirish kerak? Nimaga uni tushunmaysizlar? Otasi bo'lib siz tushunmaysiz. Onasi bo'lib siz tushunmaysiz. Bechora futbol desa jonini beradi. Shu ligaga kiraman deb o'zini o'qqa-cho'qqa uradi, lekin siz odam bo'lmaysan-da nariga o'tmadingiz. Mana ertaga qamalib ketadi. Lekin siz yana o'zingizni chetga tortyapsiz. Aslida hammang bir go'rsanlar. O'ynara bo'ldi qil. Qo'yvor! Mana dadamga aytadigan qancha gaplarim bor, lekin hozir dadam yo'q, yoniga bora olmayman. O'g'il bolam dadasi bilan gaplashadigan gaplari, onasiga aytadigan sirlari bo'ladi. Aytsam onam xafa bo'ladi deb indamaydi. Nimaga siz mendan iltimos qilasiz Kamron yonida bo'lishimni, uni eshitishimni? Nimaga o'zingiz do'st bo'lmagansiz shu paytgacha? Nimaga uyga kelgisi kelmaydi? Nimaga boshqarishni xohlayverasizlar? Nimaga eshitishni xohlamaysizlar biror marta? Siz Kamron bilan bitta uyda yashab gaplashmaysiz, Davlat aka?
Nimaga u ko'chaga chiqib mehr izlash kerak? Nimaga otasi bo'lib siz tushunmaysiz? Onasi bo'lib siz nimaga tushunmaysiz? Meni onam o'limidan keyin boshqa ayolga uylandi. Meni qiz bola holimda shu yerlarga pul topish uchun yubordi. Loqal bir marta orzung bormi qizim deb so'ramadi. Hammang farzandni tug'dirib qo'yasanlar-u. Bir marta bo'lsa ham orzung bormi deb so'ramaysanlar. Gaplashmaysanlar. U sizga o'xshab qishloqda orzularini ko'mib yashashni istamadi. Dunyoni ko'rgisi keldi. Hech bo'lmaganda shunga harakat qildi. To'g'ri, nazorat kerak, lekin farzandni tushunish ham kerak, opa. Qachongacha uni qiynaysizlar? Nimaga eshitmaysizlar? Faqat topshiriq berishni bilasizlar. Chizgan chizgilardan chiqmasa bo'ldi, ha? Qachon tushunasizlar uni? Aslida hammang qo'rqoqsanlar. Cho'ntagingdagi puldan nariyog'ini orzu qilishga ham qo'rqasanlar. Yomoni. Bizdan ham shuni talab qilasanlar. Qo'rqoqsanlar. Qo'rqoq. Qo'yib bor. Qo'rqoqsanlar. Qo'rqoq. Manavi menga shu paytgacha bergan hamma pullaringiz. Hammasi joyida. Bu dunyoda pul bilan xalq bo'lmaydigan narsalar bor. Sizni pulingiz yetmaydigan narsalar bor. Dadasi. Jon dadasi. Biron nima qiling. Boring, sizdan iltimos, yana bir marta bolangiz uchun harakat qiling. Xo'pmi dadasi? Sağan aytdim qo'y, kelme. Kelme dedim sağan. Kelme. Kelme dedim. Kelme dedim. Armonlar ko'p ekan, ketar bo'lsang tomonlar ko'p ekan, quvonchidan qayg'ular ko'p ekan. Hayır demas sevgilim, yarmi qora, yarmi oqdir dunyoning, yarmi sahro, yarmi bog'dir dunyoning, yarmi visol, yarmi dog'dir dunyoning.